Endi san'atkorlar daromad solig'ini majburiy to'laydi. Agar ular soliqdan qochsa, nazorat tekshiruvlari o'tkaziladi va soliq summasi undiriladi. 2027-yil 1-yanvardan boshlab san'atkorlardan daromad solig'i majburiy tartibda undiriladi. Bu haqda Soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari xabar qildi. San'atkorlar, qo'shiqchilar deklaratsiya to'ldirib, o'z daromadlarini ko'rsatishi va shu asosda soliqqa tortilishi lozim. Tan olish kerak, ko'plab san'atkorlar bunga rioya qilmayapti. Hozir xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashish doirasida qaror loyihasini tayyorlayapmiz. Ularga 2025-2026 yillarda daromadlar deklaratsiyasini to'g'rilab, topshirish bo'yicha imkoniyat beramiz. Ammo 2027-yil 1-yanvardan boshlab, agar ular o'z daromadlarini to'liq ko'rsatmasa yoki soliqlardan qochsa, biz soliq nazorati tekshiruvlarini o'tkazib, soliqlarni hisoblaymiz va undiramiz, deydi qo'mita mas'uli. Sizningcha san'atkorlardan daromad solig'i undirish kerakmi? Izohlarda yozib qoldiring.